gulcham Yaşolmayman sensiz hecham Seni hech kimga bermay sevaman Oyijon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Muncha xursandsan qizim? Qarang. Mana. Voy. Kim berdi? Bugun uyimizga sovchilar kelishadi. Kimdan? Qo'shiqchi Imrondan. Voy. Sovchilar keladigan bo'lsa, kiyimlarimni almashtirib olay. Qorlardek oppoq dilingni To'lin oydek oy yuzingni Aytgan har bir shirin so'zingni Hech kimga bermay sevaman Gullar jamolinga ma'shuqday Necha dillar senga oshiqday Sevaman de men jonim tutay Seni hech kimga bermay sevaman Vasling xumor istadim yonib Seni o'zgalardan qizg'onib Qo'llaring tut ketay oh yonib Seni hech kimga bermay sevaman Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Uyingizga qulchilikka kelgandik. Shunaqami? Ha. Meni ashulachiga beradigan qizim yo'q. Qorlardek oppoq dilingni To'lin oydek oy yuzingni Aytgan har bir shirin so'zingni Hech kimga bermay sevaman Bahorda ochilgan gulg'uncham Sevgim osmonida yulduzcham Yaşolmayman sensiz hecham Seni hech kimga bermay sevaman Ketdikmi xo'jayin? Ketdik Sardor. Shoshmachi? Sardor, Labay. bu qo'shiqni kim aytgan? Imron degan qo'shiqchi. Imronning hamma qo'shiqlari juda ham ma'noli. Kim ekan Imron degani? Hozir. Mana. Menga mana shu xonandani tez topib keldiring, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Ma. Endi ofisga qayda? Xo'p. Uni topdik. O'g'lim, sizni tobut mingan ota qo'shig'ingizni eshitib ta'sirlandim. Ochig'i men ham dunyo ishlari bilan ovora bo'lib, ota-onamning janozasiga kela olmaganman. Siz qanchadan qancha menga o'xshagan ko'zi ko'r insonlarning ko'zini ochdingiz. Ilohim sizga o'xshagan xonandalar yurtimizda ko'payaversin. Xullas gap bunday. Men
men qizimni sizga beraman. Durdona qizim, choy olib kelgin.